Ba'zan bo'ladi yuzimizga hamma eshiklar yopiladi. Dunyo qop-qorong'u, ko'z yoshlarimiz tomog'imizga qadalib, yer bizga torlik qiladi. Mana shunaqa paytda Allohning Al-Fattah ismini yodingizga keltiring. Zero faqatgina u zot Alloh taolo o'zigina sizning ishingizda yopilgan narsani ochishga qodir. Agar u zot sizga rahmat eshigini ochsa, yer yuzidagi hamma kuchlar jamlansalar ham uni yopishga qodir bo'la olmaydi. Al-Fattah ismining ma'nosi ko'plab narsalarni ochuvchi, o'z rahmati xazinasini bandalarga ochuvchi demakdir. Gohida bo'ladi, inson qarshisida rizq eshiklari yopilib qoladi. Eshikni har qancha taqillatmang, yopiqligicha turaveradi. Ana shu paytda Alloh taolo mu'min bandalariga halol rizq eshigini ochadi, chunki u zot Al-Fattah, ya'ni ochuvchidir. Gohida inson bedavo dardga chalinadi. Eng kuchli doktorlar yig'ilsa ham uni tuzalishidan noumid bo'lib o'tiraverishadi. Ana shunaqa paytda Alloh azza va jalla o'sha mu'minga shifo eshigini aynan Fattah asmosi bilan ochadi.